Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz bugun siz bilan geografik qobiq, uning o'ziga xos xususiyatlari, tarkibiy qismlari mavzusida gaplashamiz va mavzuyimizni quyidagi rejalar asosida olib boramiz. Birinchi rejamiz geografik qobiq haqida tushuncha va uning chegaralari. Ikkinchi rejamizda geografik qobiqning o'ziga xos xususiyatlari hisoblanadi. Geografik qobiq deb atmosferaning quyi qismi, ya'ni troposfera, Letning g'ovak yuqori qismi, hidrosfera va biosferaning bir-biri bilan o'zaro ta'sir etib, biriga kirishib, tutashib turadigan qobig'iga aytadi. E'tiboringizni ushbu rasmga xirmoncha asrida Grigorov tomonidan ishlab chiqilgan geografiya instituti birinchi direktori hisoblanadi. Biriga kirishib va tutashib turadigan yerning qismiga aytiladi. Geografik qobiqni biz yana quyidagicha izohlashimiz mumkin bo'ladi. Gidrosfera atmosferaning quyi qismi, litosferaning yuqori qismi, gidrosfera va biosferaning bir-biri bilan o'zaro ta'sir etib, u bir-biriga kirishib, tutashib ketadigan yerning qismiga biz geografik qobiq deb aytdik. Geografik qobiqqa gidrosfera va biosferani to'liq kiritamiz. Atmosferaning ozon qatlamigacha bo'lgan qismi, litosferaning esa yer yuzasidan unchalik qalin emas. Uning eng katta qalinligi 40 kilometr atrofida hisoblanadi. Sodir bo'ladi. Ularning asosiy sababi ushbu qobiqda yerning ichki va koinot omillarining birgalikda, ya'ni bir-biriga vujudga keladi va endogen va ekologiya jarayonlar bilan ham sharoitlari xususiyatlari bilan qo'shilib, sayyoramizning boshqa hech qanday qismida butunlay o'xshamaydigan o'ziga xos tabiiy tizimni vujudga keltirgan. Faqat tabiiy antropogen tizim bo'lgan geografik qobiq doirasidagina hayot mavjud. Hayvonlar va o'simliklar yashaydi. Tuproq qoplami hosil bo'ladi. Tog' jinslari va turli relyef shakllari vujudga keladi. Uch holatda: bug' holatida, suyuq holatda va qattiq holatda bo'ladi va nihoyat kishilik jamiyati faqat shu qobiqda paydo bo'lib yashab landshaft qobig'i va epiosfera ham qobiq tushunchasi keng tarqalgan. Geografik qobiq tushunchasining keng tarqalganligiga qaramasdan, hozirgi paytda Grigorov va bir qator olimlar geografik qobiq va geografik muhit qamrovini ular bitta tushunchadir degan g'oyani ilgari suradi. Ularning fikricha, mazkur ikki tushuncha bir-birini to'ldiradi va bir xil tabiiy hodisani turli qobiq chegarasi ham, demak, geografik uning chegarasiga geografik degan fikrini Yefrem Isachenko bu yerning tashqi tepadagi qobig'i bo'lganligi uchun uni tashlashni tavsiya etadi.
esa geografik qobiqda hayotning yuzaga kelishi va rivojlanishi sodir bo'lganligi uchun geografik qobiq tushunchasini geosfera tushunchasini ammo uning aniq chegaralari haqida hamon bir fikr yo'q. Geografik qobiqning yuqori va pastki chegaralari haqida olimlar o'rtasida turlicha fikrlar mavjud. Zararlarni va atmosferani quruqlik va okeanlar bilan o'zaro ta'sirida havo harakatlari kuzatiladi. Ozon qatlamidan yuqorida esa bunday harakatlar kuzatilmaydi deb hisoblanadi. Qobiqning quyi chegarasi mo'ho chizig'idan sal pastroqdan o'tadi. Yopishqoqligi yuqori bo'lgan yer posti otlam bilan yer postini o'zaro ta'siri yer yuzasi relyefi shakllanishida muhim ahamiyatga ega. Quruqlikda geografik qobiqning quyi chegarasi 30-40 kilometr bo'lsa, qobiqning yuqori chegarasini 20-25 kilometr balandlikdan, quyi chegarasini esa qalinligi 500-800 metr bo'lgan gipergenez zonasining quyi qismidan o'tkazgan. Mazkur zonada mineral moddalar tashqi ekzogen kuchlar ta'sirida o'zgaradi. Esa geografik qobiqqa gidrosfera va litosferaning 5-6 kilometr chuqurlikgacha yuqori qismini kiritadi. Ya'ni qismini kiritadi. Zabelin ham geografik qobiqni xuddi shunday chegarada ajratishni ma'qullaydi, ammo geografik qobiqning quyi chegarasini hayot va suv tarqalgan chuqurlikdan o'tkazishni taklif etadi. Geografik qobiq moddiy tarkibining va mahalliy geografik qobiqda moddalar 3 xil holatda uchraydi. Qattiq, suyuq gazlar, ularning fizik xossalari, zichligi, issiqlik o'tkazuvchanligi, issiqlik tashqari geografik moddalar tuzilishiga ko'ra noorganik, organik va aralash turlarga bo'linadi. Ularning turlari esa 1,5 milliondan 2 milliongacha yetishi haqida ma'lumotlar mavjud. Ikkinchisi, geografik qobiqqa kelayotgan issiqlik va uning o'zgarishi xilma bo'ladi. Menimcha shu yerda nimadir bo'ldi. Safarma, buni qanaqa qilsa qilaymi?